Assalomu alaykum hammaga. Akalar, ukalar, Qashqadaryodan sotib olgan Malibu ikkimiz yetib keldi. Mana tushirib oldik, xudo xolasa. Mashina o'g'anagan holatda, mana tomlari, orqa eshik oynalari singan, eshiklari pachoq bo'lgan. Oldi hadovoylari ketgan mashinani, sochilib ketgan hadovoylari. Motor korobkasi but-butun. Bir yo tomonda ham ishi bor, bu yo tomon hadovoy ham sochilgan, eshiklari yirtilib yotibdi. Orqa eshik, orqa kirlo butun. Bagajlari ham yaxshi turibdi mashinani. Salon airbag otib o'rgan. Akalar, mashinamiz egalari Instagramda kuzatib yurarkanlar, aloqaga chiqdilar, borib ko'rib yaxshi narxda sotib oldik. Bilasizlar, kimda shunaqa urilgan, DTP bo'lgan mashinalar bo'lsa, yaxshi narxda sotib olamiz. Mashinamizning yiliga keladigan bo'lsa, 2023-yil XL propan gazlarigacha ham bor, motor korobkasi but-butun. Xuddi shu holatda sotib oldik akalar. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizga shunaqa urilgan DTP bo'lgan mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha xizmat chiqazib beramiz.